Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalga yotishlar. 2 etaş kirpiç domuz, ikinci etajında 3 xonamiz patlı uçalatda satıb alıngan. Lokasiyani tushuntiradigan bo'lsak, yurtdoshlar, Luchoy ko'chadan yetkazsangiz ham bo'ladi. Toshkent Gazprom taraf 7 avtobusimiz Yudan tarafdan yetkazsangiz ham bo'ladi. Bog'cha, maktab, poliklinika hamma narsa yaqin bo'ladi. Bozorimiz ham yaqin, Medinusimiz ham umumiy yerda joylashgan bo'ladi. Sizlar shu joyni ko'rib chiqamiz, yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Biz ketdik. Kanalga yotishlar, yurtdoshlar etajimizda 3 xonadan modon qilmizda 2-3 xonani ko'rib chiqamiz. Uyimiz tayyor holatda. Doğru yeri bir yaşlanalım, döşəbə rəssədən xuda xalasa remontdan çıxıb turibdi. Kirpişli domla buladı. Xanalarımız addenini cərləşkən yurtdanlarını. Ben tərəfimizdə giriş qismi, umaniklərimiz taşallah. Öyümüz aboydan çıxıb turibdi. Ayaq deyələmiz ilə nilonim döşəlgən. Xuda xalasa bir yançiyətdən düşüntürüb, danışdırıb para verəmiz. Girgəmizdən çap kolumuzda bir dənə spalni, patoklarımız aqlanğan. Aboydan çıxıb turibdi yine. Çoyun bataryalarımız qoyulan, aynalarımız akva buladı. Ayaq deyələmiz yağaç pol. Krasyadan turibdi, high-tech eşyadan qo'yilgan. Bu yerda yana ikkinchi spalnimiz. 2 spalni, bir ulu zal tushgan. Yurtdoshlar yana patoklarimiz aqlangan, oyoq deyilamiz, yog'och pol bo'ladi. Remontdan keyin yashalma, aynalarimiz akva, cho'yin material qo'yilgan. Eshyamiz ham yana bir xil high-tech variantdan ishlangan ekan. Bu yerimizda zali. Yarkab bo'ylab bilan ishlatdilar. Lokasiya zo'r yurtdoshlar mera o'ng'ayli. Liniyalardan ham bog'cha maktabdan muammosi yo'q. Bu yerimizda vannasi, tualeti birida joylashgan. Unitazimiz bu yerda yana vannasi qo'yilgan. Gaz svetdan muammosi yo'q. Bu yerda balkonimiz ham bor. Kuxnyamiz shura ko'chgan ekan. Umonliklarimiz, gaz plitchalarimiz. Bu chiroyli shura kuxunni shyav gaz plitcha vitishlarimiz ham qo'yib bersangizlar komfort bo'ladi. Bu yerimizda yana ulli keng balkon, atapmiyanız bir o'rnatilgan. Aynalarimiz akva bo'ladi. İki taraf ham daraxtli yurtdoshlar yine. Arkasından oldinda. Narxini keladigan bo'lsak 380 million kelishib beriladi. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan o'ylaysiz bo'lsam bemalol telefonimga satishda yordam beramiz. Bu Husayn Boyuja kanalida. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'ling va salomat bo'ling.